O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida. Assalomu alaykum. Mudofaa.uz sayti orqali hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Bugun dasturimizda Farg'onada navbatdagi batalyon taktik mashg'ulotlari o'tkazildi. G'alaba bog'ida bitiruvchilar uchun madaniy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Farg'onada jurnalistlar harbiy hayot bilan yaqindan tanishdi. Yoshlar o'rtasida o'q otish sporti ommalashmoqda. Qashqadaryoda jasorat maktabi foydalanishga topshirildi. Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasining final bosqichi g'oliblari aniqlandi. Bir guruh ofitserlarga magistrlik diplomi tantanali topshirildi. Qozog'istonda Aybin 11 xalqaro yoshlar harbiy vatanparvarlik yig'ini bo'lib o'tdi. Farg'ona va Sho'rsuv dala o'quv maydonlarida navbatdagi batalyon taktik mashg'ulotlari o'tkazildi. Mashg'ulot davomida harbiy xizmatchilar shartli dushman hujumini aniqlash, qarshi hujum rejasini tuzish va kuchlarni to'g'ri taqsimlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashdi. Kunduzgi va tungi jangovar otishlarda nishonga aniq zarbalar berish, cheklangan ko'rish sharoitida hamkorlikda harakat qilish ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bilan o'zaro hamkorlik mashg'ulotlari ham tashkil etildi. Toshkent shahrida joylashgan G'alaba bog'ining yozgi amfiteatrida Mudofaa vazirligi, Toshkent shahar hokimligi va Yoshlar ittifoqi hamkorligida maktab bitiruvchilari uchun madaniy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Bayramona konsertda Qurolli Kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli hamda taniqli estrada xonandalari ijrosidagi milliy kuy-qo'shiqlar, jozibador raqslar va jonli ijrolar yoshlarga chinakam bayram kayfiyatini ulashdi. 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Farg'ona garnizonidagi harbiy qismda press tur tashkil etildi. Tadbirda viloyatdagi ommaviy axborot vositalari vakillari harbiy qismda yurt himoyachilari uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda ularning kundalik faoliyati bilan bevosita tanishdi. Press tur davomida soha vakillariga harbiy qismda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, jangovar va ma'naviy ma'rifiy yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Harbiy orkestr jamoasining vatan, jasorat va fidoyilik ruhidagi kuy-qo'shiqlari, jonli ijrodagi kompozitsiyalari ommaviy axborot vositalari xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida joylashgan 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabi negizida tashkil etilgan Jasorat maktabi o'quvchi yoshlar uchun foydalanishga topshirildi. Mehmonlar Jasorat maktabida yaratilgan sharoitlar, xususan zamonaviy o'quv xonalari, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik faniga mo'ljallangan xonalar hamda jasorat burchaklari bilan yaqindan tanishgach, mazkur Jasorat maktabi yosh avlodni har tomonlama yutuq va barkamol qilib tarbiyalashda muhim maskan bo'lib, uzoq yillar davomida kelajak avlodga xizmat qilishni ta'kidlashdi. Markaziy harbiy okrugning Samarqand va Navoiy garnizonlaridagi harbiy qismda yoshlar o'rtasida an'anaviy tarzda o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan o'q otish sport turi bo'yicha qo'mondon kubogi musobaqasi katta shijoat va ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Musobaqada ishtirokchilar aniq nishonga o'q otish bo'yicha o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Ularning jismoniy tayyorgarligi, diqqat va e'tiborni jamlay olish qobiliyati, shuningdek tezkorlik bilan qaror qabul qilish ko'nikmalari alohida baholandi va yakunda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Mudofaa vazirligi Ma'naviyat va madaniyat markazida 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bayram dasturi tashkil etildi. Davlat madhiyasi sadolari ostida tantanali tarzda boshlangan marosimda dastlab Mudofaa vazirining bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Tabrikda harbiy jurnalistlarning mehnati axborot frontidagi qahramonlik sifatida e'tirof etildi. Ularning qalami, mikrofoni, fotoapparati va ijodiy tafakkuri bu maydonning eng ishonchli qurollaridan biri ekani ta'kidlandi. Shundan so'ng Mudofaa vazirining buyrug'iga asosan bir guruh harbiy jurnalistlar tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Tadbirning badiiy qismi Qurolli Kuchlar ashula va raqs ansambli tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar barchaga unutilmas lahzalarni tuhfa etdi. Qurolli Kuchlar akademiyasining Chirchiq shahridagi o'quv jarayonini ta'minlash bazasida O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa va sport vazirliklari hamkorligida tashkil etilgan Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasining final bosqichi bo'lib o'tdi. Harbiylashtirilgan shartlar asosida o'tkazilgan musobaqa jarayonida qatnashchilarning intizomi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari va murakkab vaziyatda qaror qabul qilish qobiliyati sinovdan o'tkazildi. 2 kun davomida o'tkazilgan qizg'in va murosasiz bahs-munozaralar natijasiga ko'ra Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Jasorat mahallasi yoshlari jamoasi musobaqa kubogi hamda bosh sovrinni qo'lga kiritishdi.
Qurolli Kuchlar akademiyasi, Harbiy tibbiyot akademiyasi hamda Aloqa harbiy institutida magistratura bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagan bitiruvchilarga diplom hamda ko'krak nishonlarini topshirish marosimi o'tkazildi. Tantanali tadbirlarda Mudofaa vazirining tegishli buyrug'i o'qib eshittirilgach, barchaning ko'z o'ngida bitiruvchilarga magistrlik diplomi va ko'krak nishonlari olqishlar bilan topshirildi. Tantanali tarzda o'tkazilgan tadbirlar doirasida bir guruh harbiy xizmatchilarga navbatdagi harbiy unvonlar topshirilib, kelgusi xizmati davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishishlarida omad yor bo'lishi tilandi. Qozog'iston Respublikasining Oqto'ba viloyatida joylashgan Aybin harbiy poligonida 2025-yilgi Aybin 11-xalqaro yoshlar harbiy vatanparvarlik yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'inga Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya, Ozarbayjon, Belarus hamda Qirg'iziston davlatlaridan 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 800 ga yaqin ishtirokchi jalb etildi. Yoshlar 46 ta jamoaga bo'lingan holda o'zaro bellashish orqali do'stona raqobat muhitida bilim, kuch va mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Bir hafta davom etgan yig'in doirasida jamoamiz vakillari Smart Sarbaz hamda harbiylashtirilgan estafeta yo'nalishlarida birinchi, avtomatni qismlarga ajratish va yig'ish hamda turnikda tortilishda ikkinchi o'rin bilan birga shaxsiy rekord natija qayd etdi. Yakunda yig'in ishtirokchilariga kubok, diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan bugungi islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan tantanali tadbir o'tkazildi. Задействованы практически все полигоны военных округов. Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism va Bugungi kunda mamlakatimiz tinchlik, osoyishtalik yo'lida